Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bugun sizlarni zeriktirgan bu uzoqqa so'zilgan temani tugutish oldida turamiz. Sabr qilganinglar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu tema Xitoyning Yevroasiyo strategiyasining 9-si. Xulosa bugun. Bugün bunu tügütümüz inşallah. Bu xulasa ameliyette bazı mazmunlarının qisqartib tekrarlanışı desek buludu. Asaslıqı Xitaydan ibaret bu ilgari Jahangir yeni müstemlikçi, yumşaq istilaçının dünya hükümranlık qilish qarniyetining pratik icraçısı bo'lgan Şanghay Hamkorlik Tashkiloti haqida xeli ko'p to'xtaldik. Bu tashkilot Xitoylarni ko'zlagan siyosiy qarniyatlarga yetkazadigan qudratga yoki imkonga egami? Agar buningga ha deb degan javob berilsa, u holda Şanghay Hamkorlik Tashkilotining qurilmasi intayin puxta bir markazdan boshqariladigan bir ideologiyaga ega tashkilot deyishga to'g'ri keladi. Agar Şanghay Hamkorlik Tashkiloti bir manfaatdorlikdan va taqdirdoshlikdan manbalangan tashkilot deyilsa, uning o'rtaq ideologiyasi bo'lmaydi. Uning o'rtaq maqsadi bo'lmaydi. Faqat vaqtlik manfaat birligi, vaqtlik taqdirdoshlikdan hayotiy kuch olgan tashkilot bo'lgan bo'ladi. U holda taraflar o'zi ko'zlagan ma'lum manfaatlarni qo'lga keltirib olgandan keyin yoki ko'zlagan maqsadlarga yetolmagan taqdirda o'xshashli tashkilot yemirilishga boshlaydi. Buningda ikki nuqta bor. Biri a'zolar o'zi bu tashkilot orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadlarga yetib bo'lgandan keyin bu tashkilot yemirilib ketadi. Buning tarixiy vazifasi tamomlangan bo'ladi. Kerak qolmaydi. Yana biri, agar kutgan maqsadlarga yetammisimi, bu tashkilotning menga foydasi bo'lmadi degan nuqtadan bu tashkilot yemiriladi. So'zlab o'tilganidek tashkilot taqdirdoshlikqa, manfaatdorlikqa tayangan bo'lib, do'stlikqa tayangan emas. A'zolarning o'rtaq nishonimi yo'q, shundaqla o'rtaq manfaatmi yo'q. Har kimning hisobi o'ziga. Har kimning soqqan cho'ti bor. Tashkilot aslida qadatqanchiniga o'xshash qadoqlar bilan tutashtirilgan bo'lsa-mu, dazlari mana menda bilinib turgan ko'rkamligi yo'q. Har qachon ko'ni dazlardan ayrilish xavfi bo'lgan holatda. Hozirgacha Xitoylar bu tashkilotdan xil obdan foydalangan bo'lsa-mu, bu oxirgacha Xitoylarning ishiga yarash ehtimoli yo'qligini bilindirmoqda. Tashkilotdagilardan Pokiston, Hindiston ko'ni daz bilan bu tashkilotga kuzatuvchi bo'lib kirgan bo'lsa-mu, dazlari amlangani yo'q. Har zaman ayrilishi mumkin. Qozog'istonda kunsiri kuchayayotgan xavf tuyg'usi, ya'ni Xitoy xavfi tuyg'usi, Xitoy tahdidi qo'rqinchi Qozog'istonning yangi dastak izdashlariga turtki bo'lmoqda. Ya'ni Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga parallel keladigan, robro qo'yadiganға boshqa kuch manbalari izlamoqda Qozog'iston. İran Xitoylar uchun birmuncha muhim omillarni o'zida boqigan tarafi bilan birga, İran tufayli G'arb bilan qarama-qarshi kelishmi Xitoylar uchun hayot-mamot masalasi bo'lib qolishi mumkin. Buning uchun u bir ara İranni tashlab etib, G'arbning İran haqidagi qarorini qo'lladi. Kichik davlatlar, cho'ng va kuchli davlatlarning buningdek biror qatimliq vafosizlik tufaylidirlar uningdan voz kecholmaydiganligidan iborat bu ojizlikni obdan bilgan Xitoylar
İranni foydasiz bo'lganda tashlab o'tib, kerak bo'lganda yana beshini silab, ko'zlagan foydaga erishib kelayotgan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda Iran davlatchilik an'anasi bek ko'ni davlat bo'lishligi bilan Pokistonga o'xshash Xitoyning quchqig'i butunlay o'ltirishga unamaydi. Bu bo'lsa Xitoy bilan yo'llarining ayrilishida asosiy omil bo'lib qoladi. Bugun uchun Xitoy Rossiyaga, Rossiyami Xitoyga kerak. Her ikkisi yakki beshiga g'arb qarshisida tirajab turolmaydi. Shuna bir-biriga muhtoj. Lekin her ikkisi bir-biriga ishonmaydi. Shanxay hamkorlik tashkilotidagi roli jihatdan Xitoylarning xuddi birdan-bir xo'jayindek bu tashkilotdan o'z beshiga foydalanib ketishlari Rossiya nuqtasidan hazm qilinishi mumkin bo'lmagan bir tarafdir. Boshqa qurg'uvchi davlatlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq kichik 3 davlat bu manfaatdorlikdan nasibasi bo'lmagan pichkalardan iborat. Bo'libmi Qirg'iziston va Tojikiston Xitoylarning yordam atliq qarz patqiqida bo'g'iniqib siyosiy mustaqilligini yo'qotib qo'yishi etig'ili davlat bo'lib ko'rinadigan shaklga tushib qolish ko'rinmoqda. Qozog'istonmi buningdan ziyon bilan chiqishi cho'qim. Xitoyning yordamlari bu davlatlar uchun ajal do'risi bo'lib qoladi. Buningdan qancha baldir izini qutqazsa, shuncha oz ziyon tortadi. Qozog'iston 2006-yillardan boshlabla kelgusidagi Xitoy xavfining farqida. Shunga alternativ izlashlarini boshladi. Va O'rta Osiyo davlatlari ittifoqi nomida bir birlik qurish taklifi o'tirib qo'ygan edi. Bu hal Xitoyning va Rossiyaning ishiga yarmag'achqa ularning g'azabini keltirdi. Ba'zilarning tushuntirishicha, Qozog'istonning bu tutumi Nazarboyevning Amerika ziyaratidan keyin o'tirg'i chiqqandan qaraganda Amerika Shanxay hamkorlik tashkilotini ichidan yemirib o'tish uchun Qozog'istonni ko'zir qilayotgan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Xitoy xavfi g'arb jamoatchiligi tarafidan xeli burunli idrok qilingan bo'lsa-mu, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorligi giralishib ketgan vaziyatda bo'lgani, Amerikaning Xitoyga qarshi bevosita tanqid yoki amaliy tadbir elishiga to'salg'i bo'layotganligi sababidan haligacha Xitoylarning yumshoq quruqlik metodi bilan dunyoga yeyilishlariga tomoshabin bo'lib qilinmoqda. Aslida g'arbning Xitoy kelkunidan saqlanish uchun o'ylashgan bir chorasimi bor edi. Ya'ni bu g'arb davlatlarining hukumatlari emas. Hukumatga vakillik qilmaydigan guruhlarning garchi o'zi hukumatda xizmat qilayotgan bo'lsa-mu, hukumatga vakillik qilmaydigan qarashlarda Xitoy kelkunidan g'arbni to'sadigan bir damba to'sma sifatida bir chorasimi bor. Nima edi bu chora? Xitoy bilan O'rta Osiyo orasida bir Uyg'ur davlati qurib, bu tampondan foydalanib Xitoydan mudofaa qilinish. Nayta afsuski bu qarash biror g'arb davlati yoki davlatlar guruhi tomonidan rasmiy plan sifatida ishlanmayla Xitoylarning hushyorligini qo'zg'ab qo'ydi. Va quyruqini ko'targan kala chichmay qolmaydi degandek bundaq bir teklif eg'izga ilingan ekan, buni bo'lmaydi deb ishonib o'ltasa g'aflatda qolgan bo'lamiz deb qo'rqqan Xitoylar kelgusida barliqqa kelish ehtimoli bo'lgan bu g'arb parvishidagi Uyg'ur davlatining moddiy jihatdan yoki jismoniy jihatdan barliqqa kelish asosini yo'q chiqarish. Ya'ni bu davlatning asosiy aholisi bo'lgan Uyg'urlarni mavjudlikdan qoldirish operatsiyasini jiddiylashtirishga qaror qilganligi ko'rilmoqda. Ya'ni g'arb Sharq Turkistonliklarga hech qanday amaliy yordam bermaganning ustiga fantaziyalik bir lapni o'tirg'i chiqarib qo'yib, Xitoylarning Sharq Turkiston yerlik aholisini yo'q qilish projekti uchun pilti bo'lib berganligini ichinish ilkida ko'rib o'tiribmiz. Xitoylarning g'arb tarafga qurut kabi asta va siliq harakatlar bilan singishi yana to'xtab qolgani yo'q.
Xitoylar Hojintaudan keyin tinch taraqqiy qilish, dunyoviy kuchlar bilan tutishib qilishdan saqlanish siyosatini asos qilgan bo'lib, taraqqiy qilib kuchlanolmaguncha hammaga sukut qilish. Haqoratlarga chidashdak an'anaviy Xitoy milliy xarakteriga uyg'un bu siyosat Xitoylarga haqiqatan ko'p foyda keltiryapti. Buning uchun Xitoylar ko'p qutupluq o'yinlar o'ynayapti. Talibanlar qo'lida ko'rilgan Xitoy qurollari G'arbning diqqatini chekkan va G'arbdan qarish sada kelgan hamon Xitoylar buni surishti qiladiganligini bildirishdi. Surishti qilamish. Biz biladigan Xitoy tizimida qurol savdosi qiladigan shaxsiy baylarning bo'lishi mumkin emas. Bu holda qurol yarog' savdosi davlatning qo'lida. Hal bu ekan, Xitoylar yana nimani surishti qilmoqchi? Bu ko'z bo'yamchilikdir. Go'yo Xitoydimi G'arb davlatlaridagidek qurol savdosi qiladigan kapitalistlar bormish kabi. Bundan boshqa Xitoylar Hizbullah, Shimoliy Iroq kurdlariga o'xshash g'ayri hukumat guruhlari bilan aloqa bog'lab, ba'zi guruhlarni qurollantirib, rayonda ta'sir doira qurish urinishlarini qilyapti. Hatto Amerika ishg'oliyati Iroqda kurdlar rayonida neft qidirib tekshirish va ishlab chiqarish huquqini qo'lga keltirishga urinmoqda. Amerika ishg'oliyatidagi Iroqda Amerika o kadar qurban berib, chiqim qilib, yani ishg'ol qilsa, Xitoy uni va'da neft qidirib tekshirish huquqini qo'lga keltirish uchun urinyapti. Hech qanday kuch sarf qilmaydi. Men haramzorlikni qaraman. Xitoylarning eshib ketgan asabiy energiya xumorining sababi Xitoy agar iqtisodiy taraqqiyotda chekinishga yuz tutsa, parchalanib ketish xavfiga duch keladi. Shunga iqtisodiy taraqqiyotini to'xtatmaslik uchun biri energiyaga, yana biri bozorga ehtiyoji bor. Mana bu majburiyat Xitoylarni to'xtamay tipirlashga majbur qilayotgan muhim omildir. Shu vallarni Xitoylar Afrikada to'sqinsiz ilgarilab, deb o'tganimizdek, ba'zi davlatlarda neftning butun imtiyozlarini changilga kirgizib bo'ldi. Yaqinqi bir xabarda Janubiy Afrikada 13-Xitoy saqchi punkti ochilganligi bildirilgan. 13-si. Diqqat. Xitoycha Peyçso ochilgan. 13-chi Peyçso. Janubiy Afrikada. Demek Xitoylar Afrikada jimjit holda ilgarilab o'zlarining saqchi punktlarini qurishga berib ketgan. Birli davlatda bugungacha 13 saqchi punkt qurilganligi nimani tushuntirdi? Bu yerlarda ishchi sifatida kelib makonlashgan Xitoy ko'chmanlarining qanchalik ko'payganligi, o'z fuqarolarining masalalarini o'zi hal qilish chorasi sunib, saqchi punkt qurishga ruxsat ilinganligini faraz qilishga bo'ladi. Afrika davlatlarining ziyoda namratligi, taraqqiyotda oqida qolganligi, davlatchilik an'anasining bo'lmaganligi qatorliq sabablar tufaylidan Xitoylarning kelgusi niyati haqida hech qanday gumonda bo'lmasligi, hatto gumon o'tirib qo'yib ogohlantiruvchilarga quloq solmasdan Xitoylarning bir xolis do'st, oqko'ngil yordamchiligiga balalarcha ishonishlari texnik o'qinishli. Hammaga diqqat qilib va aralashib turadigan G'arb davlatlarimi Xitoylarning Afrikadagi ilgirlashlariga hech qanday amaliy cheklash qadami olmaganligi, ularning iqtisod orqali tili bog'langanligini dalollamoqda. Keyingi yillarda Afrika davlatlarida Xitoy ishchilar bilan yerliklar orasida ko'rilayotgan surkilishlar G'arbning vositalik qarshiligimidir degan gumonni tug'dirmoqda. Chunki Xitoylar bilan iqtisodiy jihatda ishqiyun tashqiyun bo'lib ketgan G'arb Xitoylarga qarshi oshkora maydon ifodalash imkonini yo'qotib qo'ygan bo'lib, hatto bundaq jasoratini kun sari yo'qotmoqda. Bu sababdan mayli Tinch okean rayonida, mayli O'rta Sharqda yoki Afrikada Xitoylarga qarshi yepiq harakatlarni qilayotganligi, uchinchi bir davlatning qo'li bilan qarshilik bildirayotganligi so'z-cho'chak qilinmoqda. Amerika tashqi siyosatidagi mag'lubiyatlar Afrikada istalmagan vaziyatga tushishi,
O'tir Sharqda Iroq patqiqiga petib qelishi, Afg'onistonga bog'lanib qelishi Xitoylarni fursat bilan ta'minlamoqda. Eng yomon bo'lgani Amerika Yevropani hamrohi sifatida yanada tutib turish uchun Rossiya tahdidini olg'a surib, Rossiyaning Xitoydan ayrilishiga imkon bermay, Rossiyani texim bakrak Xitoyga yaqinlashtiradigan yo'l tutmoqda. Chunki Amerika uchun Yevropa ittifoqi texim muhim bo'lganligi uchun Yevropaning Amerika bo'yinturuqiga yo'q demasligi Rossiya omiliga bog'liq. Rossiya xavf bo'lib ko'ringan vaqtida Yevropa ittifoqi Amerikaning peshiga bakrak esiladi. Agar Rossiya xavfi o'tirdan qolsa, Amerikadek bunda bir akining lozimi qolmaydi Yevropaga. Bu sebepten Amerika hedef Rossiyani düşman gösteriş orqali uni o'ziga yaqinlashishdan cheklamoqda va Xitoy tarafga ishtirmoqda. Bu bir Yevropani deb butun dunyodagi xo'jayinliklarga xotim berishning muqaddimasidir bu. Vaholanki agar Rossiya bilan Xitoy bir-biridan ayrilmaydi ekan, G'arb bu ikki kuchga bir vaqtda qarshi chiqolmaydi. Buning uchun Amerika Yevropani qo'lida tutish havasida Xitoylarga bunchalar fursat yaratib bermasligi kerak edi. Amerika Hind okeanida, hatto Afrikada Hindistonni ko'say qilib ishlatishni tanlagan bo'lsa-mu, buning pishmaydigan birmuncha taraflari yo'q emas. Amerikaning Hindistonni tanlashida shu sabablar bo'lishi mumkin. Hindiston Paris qo'ltig'iga yaqin. Xitoyning eng ishonchli do'sti Pokiston bilan dushman, ham chegaradosh. Nufusi ko'p bo'lganligi uchun askar zapasi mo'l. Agar bek kuchayib ketib, Amerikaga tog'aq chiqarmoqchi bo'lsa, ichidan yemiritish oson. Chunki Hindiston ichki jihatdan nurg'un bo'laklarga bo'linishga homildor bir davlat bo'lib, buning sababi nurg'un diniy to'plar, nurg'un etnik to'plar mavjud va bularning orasida kuchli bir bog'lanishdan so'z echish mumkin emas. Har qachon xuddi qildi bog'liqlikdek bir vaziyatda bo'lg'achqa, bu qil har sababdan uzilib, Hindistonda 5-10 davlatning borliqqa kelish ehtimoli bor. Hindistonning hozirning o'zidagi rasmiy davlat tili 18. Buningdan boshqa yana nurg'un as-sonliq etnik guruhlar mavjud. Hindistonning parchalanib ketishiga aran turadigan bu ojizligi dushmanlar uchun o'xshashli bir kafolat. Masalan, Xitoy uchun yaxshi bir taraf. Amerika bu hisobni qilayotganda Xitoyning bu hisobni qilmasligi mumkin emas. Shunga eng yaxshi kozur Indoneziya bo'lishi texmi aqlga uyg'un bo'lsa-mu, Indoneziya aholisining musulmon bo'lishi Amerikani andishiga selib, bu foydali kozurni Xitoyga qarshi kuchlantirishdan to'sib qo'ymoqda. Bu arsaldilik yana Xitoyga fursat qozondirmoqda. Bulardan boshqa Xitoy uchun ikkinchi bir Pokiston bo'lib, Myanmar, ya'ni Burma borliqqa keldi. Burmadagi harbiy mustabid hukumatning G'arb tarafidan tanqidlanishi, bo'libmi ranglik inqiloblar orqali og'dirib tashlashga urinilishi harbiy mustabid hukumatni Xitoyning quchqig'iga yiqitdi. Natijada G'arb manbalik rohiblar harakati hokimiyatni og'dirib o'tmadi, aksicha tish tirnog'i bilan G'arbga dushman kesilgan bir davlatni borliqqa keltirdi. Bu davlat G'arb qarshisida Xitoyni orqa taraf qilgan yangi Burma edi. Endi Xitoylar Burmada dunyoviy kengayish planlari uchun harbiy bazalar, dengiz bazalari qurmoqda. Xitoy bu orqali Paris qo'ltig'idan va Afrikadan to'shiladigan energiya to'shimchiligini bexatarlikka ega qilish bilan qolmay, Burmada bir tintinglash stansiyasi qurib, telequloq bütün Hind okeanini olqinidagidek kuzatib turish niyatini ishga oshirmoqda. Asosan Amerika floti va Hindistonning Hind okean flotining jimi harakatini kuzatish qobiliyatiga ega bo'lmoqda.
Xitoyning Berma portlari orqali Hind okeanini bo'libmi Bengal bo'g'uzi, Paris qo'ltiqidan energiya yo'llarining jisekchiligini qilmoqchi bo'lishi Amerikani harakatga keltirib, intayin muhim strategik o'rin bo'lgan Malakka bo'g'uziga bir flotini, 7-chi flotni joylashtirishi Xitoylarni mana shu ko'zlagan niyatlarda xil zo'r to'sqinlikqa uchirtishi mumkindek ko'rinadi. Mana shu sababdan Xitoylarning Pokiston bilan bo'lgan do'stligi ziyoda kuchayib ketishi mumkin. Chunki energiya to'shimachiligi uchun alternativ bir yo'l, quruqlik yo'li bo'lib, bu faqat Pokiston tuproqlaridan o'tish kerak bo'ladi. Bu burunli Pokistonliklar tomonidan taklif qilingan. Yaponiyada Xitoy Yapon Shimoliy Koreya yadro masalasi surkilishlaridan foydalanib, asosiy qonunning 9-moddasining amaldan qoldirilishi tilga olingan. Yaponiyada asas qonunning 9-moddasi Yaponiyada harbiy, ya'ni armiya bo'lmaydiganligi haqida. Ya'ni Yaponiya armiya bo'lmaslik moddasini amaldan qoldirishning jamoat fikri hozirlanadi. Shimoliy Koreya yadro masalasi tufayli. Shinzo Abe urushdan keyin izchil yo'q bo'lib kelayotgan davlat mudofaa ministrligini qaytadan qurdi. Shimoliy Koreyaning yadro masalasi haqida G'arbning go'yo atili Shimoliy Koreyani urib chaylab yutadiganidek jiddiylashgan kunlarda men bir radio ziyoratiga, Uyg'ur Nidosi radiosi, bergan javoblarimda mutaxassisat olganlarning til chaynashlarining aksicha keskin qilib G'arb Shimoliy Koreyani urmaydi degan edi. Keyin bu jiddiylik o'z-o'zidan bes qilib qoldi. Nima uchun bu qadar ishonch bilan bunday deya oldim? Sabab shuki, 38-parallel Shimoliy Koreya va Janubiy Koreyaning chegarasi emas. G'arb bilan Sharqning chegarasi. Ilgari bu sotsializm lageri bilan kapitalizm lagerining chegarasi edi. Bugun Sharq bilan G'arbning chegarasi. Bu yalnız ikki Koreyaning chegarasi emas. Undaqkan bu yerda portlaydigan bir urush hech kimga hech narsa qozondirmaydi. Yillar urushidi, oxirida yana 38-parallelga kelib to'xtaydi. Va tinchlik suhbati bilan 38-parallelni takror ikki tarafning chegarasi qilib bekitidi, oyoqlashidi. Yillar urushgan urush chiqimlari o'ziga bosh-bo'shiga hech kim hech nima qozonmaydi. Chunki u tarafmi bir qadam yo'l qo'yg'isi kelmaydi. Bu tarafmi bir qadam yo'l qo'yg'isi kelmaydi. Yengilishni hech qaysi tan olmaydi. O'ylab ko'ringlar. Bir tarafda Xitoy va Rossiya bor. Yengilishni tan olamda 38-parallelning 39-parallelga o'zgarishini, chegirining 1 gradus shimolga yo'tkilishini qabul qila olamda? Mumkin emas, qabul qilinmaydi. Ularning cho'ng davlatlik xirisi va cho'ngga yarasha kibri bor. Va bu kibr bu yo'l qo'yishni qabul qilinmaydi. Bu taraf Amerika va Yaponiya. Ular qabul qila olamda 37-parallelga kelishini hech qabul qilinmaydi. Uning uchun bu urush 38-parallel bilan tamomlandi. Bundaq bir foydasiz urushni kim qilishni xohlaydi? Hech kim. Bu faqat quruq ter taraqshitish bilan xulosalangan bir ish. Endi yana biri Ahmadiy Nijat davrida Ahmadiy Nijatning G'arbga qarshi solon gaplari bo'lgan bilisizlar, yodingizda bor. Tazi degan u haddidan eshib xali yo'g'on gaplarni qiladigan bo'lib ketgan. Ana shu chaqda G'arbmi Ironni atili urib yetadiganidek jiddiylik kuchaygan zamondami men bir muncha suhbatdoshlarim bilan bu mavzuda pul tikishib bog'lasha oladiganligimni, G'arbning Ironni bevosita urmaydiganligini aytgan edim.
Chunki G'arb İranning vayron bo'lishini bek ojizlab ketishini xohlamaydi. Nima uchun? İran Şia mazhabining homiysi, Şialarning turki. Şialar bo'lsa, G'arbning qo'lidagi bir ko'zur tarixdan beri. Musulmonlarni parchalash va bir-biriga selish uchun Şialar intayin kerak. Agar ular favqulodda ojizlab ketsa, Sunniylar kuchayib ketadi. Va aslida musulmonlarning asosiy nüfusini tashkil qiladigan mutlaq ko'p son Sunniylar. Sunniylar raqibsiz ahvolda texmi kuchaydi va islom birlikka keladi. Bu G'arbning ishiga yaramaydi. Uning uchun islomni ichidan buzidiganga bir ittifoqchi lozim bo'lgan vaqtida har qachon Şialar bu boshliqni to'ldirib kelmoqda. Uning uchun hech qachon İranning ojizlab ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunga İranni uradigan gapmi ko'p chaqilda teri taraqishishdan nariga bormaydi. İranni ma'lum jihati cheklab turishi mumkin, ammo Iroqqa o'xshash butunlay vayron qilib o'tishi mumkin emas. Xulosa, davlatlararo mangulik do'stlikmi, mangulik dushmanlikmi bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek. Bu bir qancha qatimliq suhbatlar, buni ko'rdinglar, his qildinglar. Buni men mushuning bilan sizni Xitoyning strategiyasi haqida to'liq bir savodga ega bo'ladi deb qaraganligim uchun demadim. Buni davlatlararo munosabatlarni tushunish, davlatlarning strategiyasini qanday belgilaydiganligi, dushmanni va tahdid hukmini qanday farq etadiganligi qatorliq siyosiy jihatdagi aqalli bir bilimga ega bo'lib qolishning dastlabki qadami bo'lsin va bu bir yo'chiqdan foydalanib tadrijiy o'zi tam tutib menib ilgirlab ketsin degan umid bilan bu boshlanishini deb qo'ydim. Bu butun suruk kasib buni shu bir necha soat bilan bilvog'ini bo'lsa dunyoning ishlari bek oson bo'lib ketgan bo'ladi. Har qanday turdagi ittifoqlar vaqt xarakterli bo'lib, tug'ilishi bo'lganning ulushimi muqarrar bo'lgandek zavolimi bo'ladi. İttifaqlar parchalandi. Shanxay hamkorlik tashkilotimi parchalandi. Agar G'arb Xitoyni cheklamoqchi bo'ladi ekan, Xitoy bilan Rossiyani ayirib etmoqchi, Xitoyni to'xtatolmaydi. Buning ishini. O'rta Osiyo Cumhuriyatlarining mavjudligi Shanxay hamkorlik tashkilotiga parallel bir qarshi ittifoqning tangpungliq saqlashi orqali amalga oshadi. Undaq bo'lmaydi ekan, O'rta Osiyo Cumhuriyatlarining O'rta Osiyo Cumhuriyatlar deganimizda u kichik davlatlarning mustaqilligi shaklga aylanib qoladi. O'z vaqtida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bizni tijoratga chiqqan Uyg'urlarni yomon ko'rdi, hatto tutib Xitoyga o'tkazib berdi, Xitoylarni do'st hisobladi. Pasporti bo'lsinmi, propiska deydigan bor bo'lsinmi, yo'q bo'lsinmi, ularni surishti qilmadi, ammo bizni bek bo'zib ketdi. Biz u vaqtda qarindosh, biz necha ming yillik qarindishimizsan desak, mana bu lozim bo'lganda qarindosh deb olib borsan, Xitoyni yaxshi esan qaraganda deb tanishig'ini unamadi. Qismat bu xatoning qisosini olmay qolmaydi. Endi yana Turkiya va Sharq Turkiston davosiga aloqador bir ifodaga tegib o'tishga majbur bo'layotiman. Chunki bek savollar ko'payib ketib bordi yaqindan beri. Bu savollarning ko'payishiga sabab bo'lgani Turkiya xabarlarida Suriyadagi mujohidlarning Vaxan koridoriga yetkilish qilganligi va buning aqsida Amerikaning bog'liqi qatorliq gaplar.
Bu gaplar qanchalik rost? Endi biz bu resimni chiqarib qo'yabroq gap qilaylik, qarindoshlar. Mana bu yer. Bu mush qalamning uchtug'a ya vahankarduri. Ya'ni mushu ko'p dunyoning ichi, qarindoshlar. Bizning nadonligimiz ashadiki, bu ko'p dunyo Shanxay hamkorlik tashkilotining kulliki ostidagi davlatlar demak. Turkiyada uchrashgan ba'zi qizg'in millatchilar, ateş qalblik qarindoshlarimiz Doğu Türkistan davasını Amerika'nın elini vermeyeceğiz, bırakmayacağız degende gaplarni qiyganti. Men bayadım qilingan. Bu gaplar keyin diqqat qilsam torlardimi xeli ko'p uchraydi ekan. Qandaqda CIA'ga tashlab bermaymiz Turkiya davası, nima Doğu Türkistan davasını. CIA'ning qo'liga Amerika'nın baqamiga tashlab bermaymiz deydi. Palampi. Aldı bilen şunu dep qo'yay. Sharq Turkiston davasiga Amerika 1949-yilning mabeynida qo'l tiqib boqmadi. Ash Urumchidagi Amerika konsuli Osman Baturga azroq yordam qilgan oxirgi vaqtlarda. Oltin bergan. Aşınыңdan başqa bugungacha Amerika Sharq Turkiston masalasida mayli oshkora, mayli yushurun, mayli CIA orqali yoki boshqa ommaviy tashkilotlar vasitasi bilan qo'llab boqmadi. Shunga bundaq esankirab xuddi g'arbiy yog'mollik atqil turgandek sarosimaga tushgidek ahvol yo'q. Ba'zilar deyishinglar mumkin. Uyg'ur qurultayıga pul yürüyotidi deb. O Uyg'urligi berayotgan pul emas qarindoshlar. Pul yürüyotgan o'rin demokratiyani himoya qilish ittifoqi deyiladigan o'rin. O Osiyo, Afrikadagi mustabid davlatlarga demokratiya opirish yoki yani demokratiyalashtirish qurilishlariga, ya'ni projektlariga beradigan yordam beradigan o'rin. Va bu berilayotgan yordam Xitoyni demokratiyalashtirish projektiga berilayotgan yordam. Xitoy demokratlari uchun. Xitoy demokratlari bu projektni olgan höddigar, cho'ng höddigar. Ba'zi bilisizlar, cho'ng höddigarlar qurilishni butun surib ko'tarib böleklerini kichik höddigarlarga parchalab höddiga beradigan ishni bilasizlar. Buningdimi bu cho'ng höddigar qurultayga bu kichik höddigarga parchalab bergan bir bölek hödda o. Ya'ni bu qurilish Uyg'urlar uchun emas, Xitoyni demokratiyalashtirish projekti uchun ishlayotgan bir qurilish. Şuna Uyg'urlarni Sharq Turkistonni qo'llaganga kirmaydi o. Xitoyni qo'llash o. Şuna buning farqini ajratib olmak lazım. Buni Abdulat Qarajim Zumrat xonim bilan qilgan ziyorat suhbatida tafsili tushuntiribdi-ku. Shu yerdan takror ko'rsanglar bo'ladi. Bu ajnabiy ahvol. Shunlashqa bugun biz vay Amerika'nın quchqiga tushib qoldi degan bu sarosimaga o'rin yo'q. Bu turk qarindoshlarımızning oq ko'ngliga, yaxshi ko'ngliga bu jihatdan rahmat aytib, ularni pastga tushirsak bo'ladi. Esankirab ketgidek ketish yo'q.
Endi ikkinchidan şunu sorsak bo'ladi bu qarindoshlardan. Bunda bizga kuyinib ketgan qarindosh turklardan shuni sorsak bo'ladi. Sening qo'lingda bo'lsa texmi yaxshimidi? O'tgan yarim asr jarayonida 50-yillardan ta 2000-yilgacha başka hiçbir yerde emas. Türkiye'de bu dava. Şu çağlarda neyim boğan? Namayişten başka bir iş boğan mı? 4 adam yetiştirip bergen mi? Bunu sormak lazım. Hem de Türkiye'de davanın nayeti asalla kayıp gitadiganligini görürüz. Şarkı Türkistan davası nayet asalla Turançılık, Türkçülük, ülküçülük, palallar, pukullar bilen aralışıp karaktersizleşip gidiyor. Hatta sap halde bir Şarkı Türkistan davasına ait jığın etişinin köp Allah'da imkaniyeti yok Türkiye'de. Umumen ajna bir galdıgaşla aralışıp gidiyor bununla. Bu siyasi noktadan aytganda Şarkı Türkistan davasını krizis kıpa turdu. Onundan başka hiç nersiga yaramaydı qarindoshlar. Bu sap haletdeki Şarkı Türkistan davası olmak lazım. Türkçülük davası emas, Turançılık davası emas, Pantürkism emas. Biz hele Turançılık qıp etip qalımız, hele İslamçılık qıp etip qalımız qarindoshlar. Bunun hemmisi xalqarada bizni yordamlardan mahrum qiladi bu. Siyasi cihetten bu krizis yaratıdı bu. Bu noktadan aytganda mı davanın Türkiye'de istikbali yok. Şu Türkiye'de bir iş qilsangiz, Türk qarindoshlar bizga yordam beradi to'g'ri, aralashadi. Bir yo'lini tepib bu qarindoshlarimiz Kıbrıs meselesini aralashtirdi bununla. Şimali Irak Türkmenleri meselesini aralashtirdi. Endi nelki yo'g'on shuvarlarni aralashtirdi. Davanın xasligi buzildi. Endi Türkiye'de yaşayan davacılarning üzümü anlık yüzünde Şarkı Türkistan davasını Türkiye'nin davasına tegishib yutadi. Eğer bu gepimni aşırı etdi deb qarasanglar, bundan keyin diqqat qilib taqinglar. Bundan keyin nurg'un misollarga duch kelasizlar. Türkiye'nin qo'lidagi azon kuzurga aylantirib qo'ydi buni. Bu haqda men az kam 20 yil burun bayqashlarimni o'tirib qo'ygan. 20 yil burun. Bugun bilarman bo'lib olib qolganim yo'q. 20 yil burun. Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izdinish degan siyosiy majmuaning birinchi kitobida yozganman buni. Ve bir dalilni ko'rsatgandim. Shu chaqdagi Milliy markazning raisi, Sharq Turkiston fondi ve madaniyat jamiyatining raisi Muhammad Riza Bekin Sharq Turkiston ovozi jurnalining 2000-yili 1-sonining kirish so'zida shunday degan. Türkiye Cumhuriyeti devletining büyük bir kuch bo'lgan Xitoy Xalq Cumhuriyetining oshkori yoki yo'shirin dushmanligiga nishon bo'lib qolishi arzu qilinmasligi kerak, albatta. Menimcha bu yetarlik. Ko'rilyapti-ki, uning oldi bilan o'ylashadigan Turkiyaning manfaati. Agar bu deganlarimda gumonlanuvchilar bo'lsa, deb o'tganimdek bundan keyin diqqat bilan kuzatib baqsimi, yana nurg'un misollarga duch keladi. Endi kelaylik shu CIA'ning qo'liga tushib ketish vahimasiga. Agar shundaqli bo'lib qolsa, ta'limimiz keldi deversangiz bo'ladi. Bunun tafsilotini beklab ketmasam bo'ladi, tushunishlik menimcha. Chunki ilgari deganlarimda bunun aloqador javoblar bor edi. Ya'ni ojiz kichik davlatlar va millatlar kuchliklarning qo'lida o'ynanish qismatidan xoli bo'lolmaydi. Undaqda agar bizga tanlash tushsa, nimani tanlasak bo'ladi? Albatta eng kuchli o'ynasin. Eng kuchli o'ynasin, o'ynaydigan ish bo'lsa. Bu xuddi rasa toshqan
Bayga malay bolsanız, jündüsünün koyuğurak çıkıdığanlığı okşaş. Süngekini çalırak gıcap taşlaydı. Ağzınızda çıkırak bir nersi çıkıdı. Küçlükle oyununu çoğurak oynaydı. Ezan ketmeysiz, hiç olmasa. Tarihte onun misalını gördük ki, ben de dep öttüm, 2. Cumhuriyet. Bütün sürük bir devletinin kuruluşu için oynalgan bir oyun. 40 bin kişilik muntazam bir armiyanın kuruluşu gelip bağlan bir oyun. Oyun anda oynalmak lazım. Küçük devletler özünün işini özü yedüstün çıkanmavatkan bir devletler bu kadar yoga uyanını oynayamaydı kardeşler. Bu sebepten elbette küçlüklerini tallaş akıllık olur. Acizla bek erzalla ayrı başlı yutildi. Ben bu hafta Türkçe kitabımda Türk qarindaşlarga bu meseleni xitap qılıp degen edim. Şarq Türkistan meselesi nayt qimmatli bir kuzur qo'lingizda. Ammo Turkiya bu kuzurni bek azan ishiltiyotidu. Bu xuddi bir kichik bolaning qo'lidagi tillaga o'xshaydi. Tilla. Bu bola qo'lidagi tillaning qimmatini bilmagachga bir tillaga bir dona dondurma elib yeydi. Dondurmacı uni kolda tıklam qo'lidagi tillani elib bir dondurmani tutqizib qo'ydi bitdi. Muz qaymoq. Eylemi şu gepimdi men. Bu gepimning aqisi turman. Endi mushu Türkiye ve Şarkı Türkistan meselesi, Amerika'nın bunun qarılışıp oyun oynayatgan meselesi ne keltirip çıkargan, bu sualını keltirip çıkargan Türkiye'de televizorlarda berilgen haber eken, bazı qarindaşlar bana şahsi messengerden evetdi bunu. Bazılar bek köp sual sorap ketdi. Amerika'nın DAEŞ'ni setip elip Vahan kardırgı toşuğallık meselesi. Zaten onun aldıdımı çıkan haberlerde bizning Suriye'deki mücahitlerimizin bir topu Pamir egizligiga yetkelganligi to'g'risida bo'lgan bu xabar. Bu haqda o'tganda men to'xtalgandim. Pamir egizligidagilar haqida. Va uning ras ashada shunda bir to'pning bog'liqini haqiqatan bilimi, ras bog'i. Uyan emas. Uning mavjudligi faqat Xitoyning ruxsati qachongacha bo'ladi? Shuning bilan bog'liq, qarindoshlar. Xitoylar buning ish bitdi deb qarasa, qanchalik bardoshlik berdi ular? O'ylab boqinglar. Men bu o'ylab boqishingiz uchun yana bir misol beray. Tayvan ve Xitoy munosabatiga oid bir misol. Tayvanni her zaman Amerika qurollantirib turdi. Yangi ve en ilg'or qurollar bilan ta'minlab turdi. Bunu bilasizlar. Tayvanning davlat mudofaa kuchini shunga qarata tasavvur qila olasizlar. Ama kuzatuvchilar deydiki, Tayvanning davlat mudofaasi Xitoyning qarshisida 24 saat bardoshlik bera oladi. Amerika zaten bunu o'zining yordamiga muhtoj qilish uchun 24 saat chidaydigan kapasite bilan yordam qiladi. Bu 24 saat ichida Amerika kep bo'ladi. Amerika kilog'icha yordamni elib o'zining qo'shinlari ya ko'p davlat yoki NATO bilan kep bo'lg'icha putirab to'sinlar yetkidek yordam berdi degan muloyizlar. Bu kadar
Küçü bilen maxsus dövlet armiyası ba, uçaq, tanka, bir armiyada bulaşıq tegişlik hemma narsa ba Tayvan 24 saat chidaydi ekan. Endi qag'inni shuningga asosan o'ylasangli bo'ludiki, u yerdagi ularning mavjudligi, bularning u yerga bag'ini xili bo'ldi. Bultu bağlab yaşadı. Bunun çuluның tegmeyatqanligidan emas. Xitoyning bir maqsadi bor. Aşı maqsad ishga oshganga qadar aşağı turdilar. Yani onunla bütün dünyanın diqqat qo'zg'alishi kerak. Uyg'urlarning terrorchi ekanligiga bütün dünya ishonishi kerak. Andan Xitoy uni süpürüydü. Mushu ko'p dunyoning ichidagi bir nuqta bu. Qarindoshlar, mushu ko'p dunyoning ichidagi. Amerika'nın Daesh'ni apırıp aşağıya taşlaganlık hikayelerimi bunundan bek farklanıp ketmeydi. Bu tamamen oyun bu. Xitoyning oyunu bu. Türkiye teşvik kılıbatıdı. Xuddi Sharqi Janubiy Osiyo tarafdan Uyg'urlarning qochib chiqish o'yiniga o'xshash. Bu o'yindimi Türkiye Xitoylarning tarafida turib atmoqda. Şu qochib chiqqanlarni qutqizib Turkiyaga ekkilish va ularning erkaklarni Suriyaga yo'llash qatorliq muhim xizmatlarni Turkiya bajargandi. Xitoyning talabi bo'yicha bo'lgan ish bu. Bugungi kunlikda uni Amerikaning yuqorida deb o'tganimizdek Doğu Türkistan davosini Amerikaning baqamiga vermeyeceğiz bo'yicha Amerikani gunohkor qilib ko'rsatish bugungi munosabatları jiddiylashganligi uchun uni gunohkor qilib ko'rsatish Xitoylarning Uyg'urlarni terrorist ko'rsatish projektidagi bir parchadan iborat. Bu bir o'yin. Shunlashqa bunga ishonishning o'rni yo'q. Agar rost shunda avval bo'ldi degan taqdirdami, buning keyinda Amerika yo'q, Xitoy o'zi bor. Bu deydigan gapimiz. Shuning bilan bu suhbatimiz müşahede ayaklaştı ve bu temamı müşahede ayaklaştı. Allah'ıma nemini özgertmeptik. Köpçülükке rahmet, sabır qiyğınыңlar üçün rahmet. Başka suallarınız olsa, qarşı qoyduğun fikirleriniz olsa, yollasanlar, yeni gepleşsek buludu. Hammanlarını Allah'a topşur.